Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamay yuribsizmi? O'qishlaringiz qanday? Rus maktab qanday bo'layapti, Diyorbek? Zo'rmi? Что это? Это что? Помидор. Чеснок. Ты кладешь помидоры, чесноки, да? Да. Davlatbek что делает? Davlatbek? Да, помидор положи. Помидор. Помidor положи. Bobojon, kam soling, 5ta sanab so'ng, yomon, taxmi yomon bo'lib ketmasin, qora murchingizni. Qalampir soldingizmi ehtiyot bo'lib? Mana bolajonlar o'zlari hamkorlikda tayyorlagan bankalarda sterilni hozir ko'ryapsiz, azizlarim, hamma yashil pomidordan banka yopyapti. Bundan hattoki salatlar ham yopamiz degan niyatimiz bor. Bugun salyonni, ertaga nasib bo'lsa salatlar yopamiz. Pomidorlar, mana pishgan pomidor, bodringlar bilan qanday yopasiz, shunday yopmoqchimiz. Tartibi xuddi o'shanday, faqat ular qizil pomidor, bu yashil va nimrang pomidorlar. Mana bular lavroviy listlar. Ko'ryapsizlar, bolalar ishtirokida hamma ish bizda bolalar bilan birga bo'ladi. Chunki ko'ktang bolalarisiz birorta tadbirimiz ham, birorta yumushimiz ham bo'lmaydi. Chunki bular ish o'rganadigan bizning vorislarimiz, mening nevarajonlarim. Endi pomidordan to'ldiramiz, bolalar. Qalampir birtadan tushdimi? Ko'p tushmasin. Achchiq bo'lib ketadi, sizlarga mumkin emas. Undan keyin pomidorlarni joylaymiz, to'ldirib joylaymiz. Bolalar, sizlar qanday qilsanglar shunday yopamiz. Buni sizlar emas, kattalar yopadi. Biz kattalar sizlarning mehnatlaringiz bilan birga bajaramiz. Shundagina taomimiz lazzatli bo'ladi deb o'ylayman. Kimlar 5 baho oldi kecha? Men. Juma kuni. Hamma 5 baho oldi. Voy, malatsizlar. Azizlarim, mening bolajonlarim. Bu bir haftadan keyin tayyor bo'ladi. Xohlasangiz bir haftadan keyin ochib yeyverasiz. Buni hatto baklarda yopsangiz bo'ladi. Bu hammaga ma'lum taom. Bochkalar, baklar bo'lsa yopsak bo'ladi. Pomidorlar endi kuzda taxmi juda boshqacha, mazali, bilasiz. Bu tim bolye bozorniki emas, o'zimizning qishloqning pomidori. Hech qanday dori solinmagan, shuning uchun mana katta bo'lmagan, kichikroq pomidorlar. Burriye pomidori nazivaytsa. Yaxshigina solingizlar, salgina bosib solingizlar, bolalar, bo'sh bankalar qolmasin. O'zim mana 7 ta banka sterillandi. Bakimizda 7 ta banka sterillanadigan bak. Izmayjana sterillanyapti. Biz bularni bo'lgandan keyin ikkinchi partiyasini solamiz. Albatta bolalar ishtirokida. Bo'ldi, bular. To'ldiring, bobojon, to'ldiring pomidordan. To'ldiring, ha. Keyin biz bunga sirop solamiz. Chunki mana ko'katlar solmadik, sushonli narsalar solinadi bunga. Sherbet, keyin xren, keyin gilos barglarini biz hammasini bir kastrulga solib, unga suv solib qaynatamiz va o'shani o'ziga tuz solib olamiz. 1 litr bankaga, 1 litrli bankaga, 1 litr suvga 2 qoshiq tuz miqdorida, 1 qoshiq shakar miqdorida siropni tayyorlab olamiz. 3-suvda, azizlarim, 3-suvda o'sha sirop bilan yopib tashlaymiz. Bankamiz hammasi rezbavoy. Biz faqat rezbavoy banka ishlatishga harakat qilamiz, chunki bu qulay va tashvishi kamroq. Kulish izlar, o'qi gap kerak emas. Rezbavoy osongina. Yangimi, eskimi tekshiramiz. burab tashlayveramiz. Ha, bolajonlar, shundaymi?
Hamisha sizlar birga bo'lingizlar men bilan. Ota-onangiz bilan birga bo'lingizlar. Ko'chaga chiqmangizlar. Ko'cha kerak emas-a bolalar bizga. Yo'q. Ish kerak bizga. Ish kerak, yeyish kerak, o'qish kerak, yashash kerak, shundaymi? Ko'chadagi bolalar tartibsizlikni o'rgatadi. Biz ularni ham o'rgatyapmiz ishga. Oshnalaringni ham ishga o'rgatyapsizlarmi bolalar? Ular ham ish qilsin, ular ham onalariga yordam bersin. Sizlardan-da ular g'ayratli bo'lsin, sizlardan-da odobli bo'lsin. Shundaymi? Bitta gapni eshitganmisizlar? Farzandlarimiz bizdan-da bilimli, bizdan-da baxtli bo'lmog'i zarur degan gap bor. Bolajonlar, to'ldimi bankalar? Endi bu yog'i o'zimizning ishimiz. Bolajonlar, endi sizlar tashqarida obidlanib, maza qilib o'ynangizlar. Obid qildinglarmi? Bo'ldi, o'ynangizlar. Faqat siz ko'targa minmanglar, xo'pmi? Shaxmat o'ynanglar, televizor ko'ringlar, shash ko'ringlar. Samokat, boshqa shu hovlidagi hamma o'yin sizlar uchun, bolajonlar. Samokatlar qani? Nima muslim olib keladi? Xayr, bolajonlar. Hayır. До свидания, бабушка. Ой, молодцы, до свидания. Я же здесь. Спасибо вам. Ребята, спасибо вам. Bobojon, rahmat sizga. Katta ish qildingiz. Hammamizga bosh bo'lib, siz bobojon bizni boqadigan insonsiz, bobojonim. Chunki siz eng katta bobomizsiz. Nasib bo'lsa. Rahmat bolajonlar. Rahmat.